Hammalarga salom. Bugun yana sizlar bilan Kosmo. Bugun kechagi videoni davomini qo'yaman. Bugun videoda Buildrop saytida qanaqa qilib pul, ya'ni donat qilishni ko'rib chiqamiz. Birinchi Buildrop saytiga kirib olamiz. Agar registratsiyadan o'tishni bilmasanglar, undan oldingi videoyimda o'rgatib o'tganman. Qanaqa qilib kirishni mendan yana chiqib ketgan ekan. Hozir yana boshqatdan kiramiz. Kirishga bosamiz, Google'ni tanlaymiz. O'sha o'zingizga kerakli akkauntni tanlab olasizlar. Masalan, men o'zim akkauntimga kiraman. Xo'sh. Mana kirib oldik. Ichida hozircha ikkita Bitcoin qolgan, 2,5 ta. Uni ustiga yana dabavka qo'shamiz. Xo'sh, plusga yoki nimadan to'ldirish degan joyi bor. Yoki menyuda ham hisobni to'ldirish yoki chiqarib olish yozuvlari bor. Shulardan ham kirsak bo'ladi. Masalan, hisobni to'ldirish biza. Xo'sh, region boshqa shaharda turgan bo'lsa, O'zbekiston qo'ya olasizlar. Mana O'zbekiston. Bu esa barchasini tanlab qo'yib olganinglar yaxshi. Men endi bank kartalari orqali to'ldiraman. Hop, bitta Bitcoin 100 so'm, 50 mi? Shunaqa ekan. 966 ta Bitcoin 1,5 ming so'm ekan. Biz uni endi bugun sizlar bilan mayli 120 ming donat qilib ko'ramiz. 128. Xo'sh, endi bunga mana bitta promo kod kiriting degan joyi bor. O'sha yerga promo kod kiritamiz. Xo'sh, endi sizlarga mana promo kod o'tish qilsa 20% to'ldirishga deb berdi. Summa ham ko'paydi. Hop, hisobni to'ldirishni bosamiz. Va bu yerda bank karta kiritish kerak. Bank karta kiritgandan keyin uni pastga yili chiqadi. Hozircha men stop qilib to'lovni amalga oshirib olaman. Mana hisobimizni to'ldirib oldik. U bank kartasini kiritgandan keyin yana ikkinchi anaqa bor. Yana boshqa menyuga o'tadi. U yerda siz bank kartangiz ulangan telefon nomeriga SMS keladi. 6 ta xonali, 6 xonali kod keladi. O'shani kirgizsanglar avtomatik to'lov amalga oshiriladi. Shu bilan videomiz tamom. Xo'sh, endi tamommiz. Hozircha buni YouTube'ga joylayman. Keyin mana shu tashlagan 157 ta Bitcoin'ni shu yerda o'yin yoki Tesla ochib ko'paytirib ko'ramiz. Va qanchagacha chiqqanimizni ham ko'rib chiqamiz. Har xil mana shu o'yinlar yoki har xil keyslarni ochib ko'ramiz. Mashinaga keyslar ham qo'shilgan bu yerda. O'shalarni ko'rib chiqamiz bugun. Qo'ldan kelgancha ko'paytirishga harakat qilamiz bu summani. Va endi hammalarga xayr. Videoni yana davomini kutib qolinglar. Va obuna va like bosishni ham unutmanglar. Kanalimizni rivojlanishiga hissalarini qo'shgan bo'lasizlar.